adım Yurttaş'a sağmışlar, mamızlar. Bugün Qoraqalpaqiston Respublikası To'rtko'l tumanida Ezgulik ko'chasi ve Ezgulik ko'chasida yan taraflar temir yo'lchilar ko'chasi. Temir yo'lchilar ko'chasi ham xudo xolasa boshlandi. Tenderda o'tkazadilar. Xudo xolasa yana yan tarafning To'rtko'l alanida ish jarayonlari boshlandi. To'rtko'l Shahboz Trans degan jamoa qurib o'zlarimizni To'rtko'lni yigitlari Alloh razı bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa bitgandan keyin ham tushirib qo'ldan kelsa ko'rsatamiz. Ya'ni tashkilotchilarga katta rahmat aytib qolamiz. Ya'ni bu yerga yugurgan aka-ukalarimiz bor. Ular ham katta rahmat aytib qolamiz. Damkomlari meni narsa bir og'zi bir ekanda men nima aytdim o'sha. Boshqa nalar ham e'lonlardan shunday bo'lsa, ko'p yerlar ishlab qoladi. Og'zi ichiga nima yugurib, mol bozorlarda durdilar boshqa aytdilar, lekin unutiladi. Ya'ni sizlar bilan To'rtko'l chekada muvaffaq bo'lsalar 3 noyabr sanasi Qoraqalpaqiston Respublikasi To'rtko'l tumanida, ya'ni Ezgulik ko'chasi, ya'ni shisha zavod, bu yoq tarafda ko'rgan bo'lsanglar shisha zavodni, bu temir yo'lchilar ko'chasi. Bu yoq ham xudo xolasa asfalt bo'layotir, bu yoq ham. Endi qizg'in ishlar xudo xolasa bo'lib turibdi. Biroq necha kunlar bitadi xudo xolasa berlar? 10 gina asfaltini basamiz nasib bo'lsa. 10 gina. Hozir trambolov kelib, как положено shebini tashiysizlar. Shebini tashish ishlari bo'ladi, xudo xolasa deydi. Grader o'tirib. Ishlari bo'ladi. Necha santimetr bo'ladi buni eni? Necha metr bo'ladi? Eni 4,5-4 metr. Nasining? Talchina. Talchina Qalin 2 santimetr bu yoqqa bergan, bu yerga исправление bergan. Tekstil faqat sherini tashab, tekstilni o'zini 5 santimetr tekstil, shundan zakrenkasi bo'ladi. Ariq 12 santimetr bergan, 12 santimetr. Ko'rgan bo'lsanglar, aynan Bani Sanaldan ham shunday bir holatlar bo'ldi. Ya'ni asfaltni bir chetlarini 3 santimetr, 2 santimetr quyib ketgan yerlari bo'ldi. Ya'ni sizning kompaniya nomida nasi? To'rtko'l Shahboz Trans. To'rtko'l Shahboz Trans degan jamoamiz. O'zlarimiz 4 firmasi haqi, 4 firmasi. O'zlarini, masalan, o'zimiz odamlar ham bersak, xudo xolasa chot ketib ishlaydi. Arzon aytib ishlaydi, boshqa birovlar o'tib ketadi. Lekin sal qimmatroq ishlasam, bu birodlarimiz chot ishlaydi. Alloh razı bo'lsin. Bular ishlarini ham kuzatib boryapmiz. Bemalol ko'rib ham gapiramiz. Как положено suvni so'yib, ana suv mashinalarini suvni so'yib, grayderdan o'tib, tekizlab, как положено chiqaradi deb umiddamiz. Ya'ni bu jarayonni xudo xolasa tamom bo'lgan holatlarni ham, yakunlangan holatlarni ham tushirib o'tamiz. Bemalol qo'ldan kelgancha bir tanishtirib o'tdik deb umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, bizlarni qo'llab-quvvatlashni davom eting.